Mana shu panjaralar to egalarining uyiga o'rnatilib, foydalanishga topshirilgunga qadar subhanalloh qancha bosqich o'tadi. Metallom eritilishi, uni lis ko'rinishiga kelishi, undan keyin profil ko'rinishiga kelishi, lislarning lazerda kesilishi, chugunli detallar. Umuman olganda butun dunyo harakat qildi desak ham bo'ladi. Ammo siz har bitta bosqichning ustida turishingiz shart emas. Agarda siz xonadoningizga yoki boshqa bir muayyan bir joylarga shunday panjaralarni o'rnatmoqchi bo'lsangiz, siz uchun ikkita bosqich qoladi xolos. Birinchisi ushbu detallarni sotib olishligingiz va ikkinchisi hayvantlash ishlarini qiladigan usta bilan gaplashib olishingiz bo'ladi. Ushbu detallarni bizdan topishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni detallar alohida. Mana bu bitta uzor, ya'ni gul alohida, mana shu turishi. Mana bu cho'pi alohida bo'ladi va profillar metrlab bo'ladi. Sizda muayyan bir joylar bo'lsa, siz o'lchamini, necha metrligini siz bizga yuboring va biz sizga mana bu gullarni yana bir nechta turidan rasmlarini yuboramiz. Ma'qul bo'lganini sizga hisoblab beramiz. Narxi ham to'g'ri keladigan bo'lsa, undan keyin mana payvandlovchi mohir ustalarni gaplashib beramiz va xonadoningizga tashrif buyurib o'rnatib berish xizmatlari bilan xizmatlarni tugal qilib berishimiz mumkin bo'ladi.